Sual narxi nechi pul bo'lyapti aka? 25 mingdan qilyapti. 25 ming. Men 22 mingdan qilib beraman. Kachisiba bo'lmaydi. Po'q qo'yib tashlayman. Ta'sirot chotiga tupurib tashlayman. 22 mingdan men uryapman. Butun O'zbekiston. Shunaqa video chiqarib turganlar. Akalar, suvoqni narxi eng pasti hozirgi kunda biz mayakka qilyapmiz. 45 ming so'm plus ketyapti. 2 etaj oladigan bo'lsa. Ular 25 mingdan 40 ming 45 ming so'mga ham nima beryapti akalar? Bir kilo yer ham beradi. Nima keragi bor u ustani yerga urib butun O'zbekiston bo'ylab 25 ming so'm deyishdi. Sizlar ham qilyapsizlar o'sha ishni, biz ham qilyapmiz. Nimaga qimmat ustada kachisiba bo'ladi? U katta kanallarga berib yuborib reklamalarni. Bundayroq kanalda ham emas, qo'lda e'lon yuribdi O'zbekiston bo'ylab 25 ming. Yaxshisilar reklama bermaydi. Shunaqa o'zi topib oladi. Shu vaqtda yig'ishtirib yuboramiz, ash turish ketadigan bo'lsa akalar. Bemalol. Biz shu vaqtchi bo'lib boshqa narsadan tirikchilik qila olmay qolmaymiz. Boshqa narsani ham qo'raveramiz. Bunaqa bo'ladigan bo'lsa. Pastga ham ketaveramiz. Bizniki shu akalar, 40, 45, undan pastlarga yo'q akalar, ash turish. Har bir joyiga pravila qo'yib yuborasizlar. Pravilani liboy joyiga qo'yasizlar, gapiradi. Gapirmasa biz mana shunda turibmiz. Kachisibaga mana shunaqa bo'ladi ish akalar. 22 ming, 25 ming ular qilishni keragi yo'q akalar. O'zlaring bilasizlar-ku, bitta vaqtda ba'zi mana shunaqa 22 ming deb yurgan ash ustalarga tashlab qo'yasizlar akalar.